Do'stlar, benzin, gaz yoqmaydigan yangi taksi topdim. Aka, apamiz ko'nglingizdagi emas. Asfalt bosish xizmatiga kelganmiz 60 mingdan 75 minggacha. Eng kami qurigandan keyin bo'layotgani 5 sm bo'lar ekan. Xudo xolasa, chekkalarini ham juda ham chiroyli qilib berishyapti. Asfalt yaqinroq olib keling, qop-qora mayin. Bu Farg'ona bitim bo'ladi. Turk bitim, rus bitim bas bu narsa. Farg'ona bitim. Qarang, zasipkalarini ham xudo xolasa, asfalt bosmasa ham bo'lavergan qilib yuborishyapti. Yaqinroq olib kelingda. Mashina ham uradi 1 tonnagacha, lekin hech kim o'lchab ko'rmagan. 600 kilodan 1 tonnagacha uradi. Zasipkalarini o'zlari chiroyli qilib yayishib, ustidan keyin asfaltni bosib, shunaqa qilib kat yo'lda chiroyli qilib yurgizib berishadi. Xavotir olmaysiz, bunaqa qirg'oqlarini ham xudo xolasa, adden o'zlarining apparati bilan urib bergan, kafolatlangan ekan. Biz bu 5 yilga, 10 yilga garantiya bermaymiz deyapti. Uyda nimalari, asfalt bosib bergan akalar, xudo xolasa garantiyali, sifatli asfaltimiz deyaptilar. Bemalol quyidagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Vodiy bo'ylab 60 mingdan 75 minggacha. Tonnasiga kelgan bo'lsa 650 mingdan 750 minggacha. Shunaqa qilib uyingizni chiroyli asfalt yezib olishingiz mumkin. Kimga asfalt bostirayotgan deb o'ynab yurgan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'yib, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, chiroyli asfaltni bostirib olishingiz mumkin. Bular ustalarga faqatgina siz zasipkasini olib berasiz, xolos. Abetini qilib berasiz, chiroyli uyingizni bir kunda cho'tki qilib zasipkalarni trambovkasigacha urib, ertasi kuni asfaltingizni bosib berishadi. Xudo xolasa, sifatli qilib bosib berishadi. Bu videoni aytib o'tganda asfalt bostirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar.